Assalomu alaykum hurmatli fermermanchi kuzatuvchilari. Xo'sh, Xudo xolasa bugun 30 talik inkubatorimizga 25 ta Jersey Gigant tuxumlarini bostiramiz. Kimda kim mana shu inkubatorda olib jo'ja ochira olmagan bo'lsa, buni o'ziga yarasha qilinadigan ishlari bor. Murojaat qilsanglar, kommentariy yozsanglar, bu haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni qo'shimcha kiritish haqida. Manda 20 ta urug'langan tuxumdan 20 ta ochib chiqdi. Yaxshi natijasi bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. O'sha 25 ta tuxumni bostiramiz. Xudo xolasa 21 kundan keyin natijasini ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Xudo xolasa kelajakda yaqin 5-6 oy ichida har qanday parrandaning tuxumini 5000 so'mdan sotishni yo'lga qo'yamiz. Adler bo'ladimi, Qora Shahzoda bo'ladimi, Legoran, xo'sh, Jersey Gigant, Astrolop tuxumlari hammasini 5000 so'mdan sotishga harakat qilamiz. Albatta o'zimizga bor parrandalarni qaysi biri bo'ladigan bo'lsa, hammasini 5000 so'mdan qilib tuxumlar narxini chiqaramiz. Inkubatorchi akalar aloqaga chiqib qo'ysa bo'ladi. Hozir asosiy maqsadimiz bizda Astrolop tuxumlarini olib kelish, Adlerskiy va Legoran tuxumlarini olib kelish bo'ladi. Tuxumlarni olib kelib ochiramiz, o'zimizga qoladi o'sha parrandalar. Xudo xolasa 6 oydan keyin inkubatorchi akalarimiz murojaat qilsa, tuxum yetkazib beramiz. Tuxumlarning donasi 5000 so'mdan bo'ladi aka-ukalar.